Kapot mana yaxshi ishlaganing uchun sani 1,5 stak mana shu mana ajoyib g'aroyib zumradlaring. O, katta rahmat, mer. Kutmagandim buncha ko'p berasiz deb. Bilasan, hamma ishlarni vaqtida qilsang bor, undan ham ko'proq pullar beraman. Короче, senga omad, ishlaringga omad, o'zingga ham omad. Короче, bo'ldi, davay ketaver. Mayli, mer, sizga katta rahmat. Yaxshigina zumradlar berdingiz. Yana juda ham yaxshi ishlashga harakat qilaman. Mayli, juda ham zo'r ishlashga harakat qil. Mayli, mer, bo'pti, sog' salomat bo'ling. Короче, bo'pti, xotiningizga salom aytib qo'ying. Uylamagankiman. Uzr. Barcha salom bo'laman, ismim Kompot va mana video roligimga xush kelibsizlar. Oh my god, bular nima qilib o'tirdi ekan bu yerga? Xushloqlar, yaxshimisizlar? Kapot, sen qanday qilib bunday ko'p zumrad olding, tushunmadim. 1,5 stak zumrad olganingni bilamiz. Axir biz boku, 1,5 stak zumrad oldik. Даже boku umuman yetmaydi bizga. Endi ko'proq ishlash kerak. Nima, qanday qilib ko'proq ishlash kerak? Sen boku, bilmadim, senga qanaydir qilib ko'p pul berishyapti. Mana misol uchun sen oqishloq, mana bu mer aytganda mana bu yerni to'g'irlab qo'ydi. Lekin sen to'g'irlamaganding. Endi mani vaqtim bo'lmagandi-da. Lekin mana to'g'irlayman balki yana. Nima uchun menga kam pul beryapti? Kam pul bergani uchun to'g'irlamadim. Sen qishloqqa esa mana bu hovuzdagi suvlarni to'g'irlashing kerak edi, almashtirishing kerak edi. Endi bilasan, ishim bo'lmay qoldi-da, endi vaqtim bo'lmay qoldi. Qara, suv ham tugab qolgan, suvni to'ldirish kerak, bilasan-ku. Endi bilasan-ku. Nima uchun menga kam pul beryapti bo'lmasa? Sen kam ishlamaganing uchun, sen qishloqqa masalan, mana bu mana bu polizlarni o'zim qilaman, sen qilmaysan. Menga aytmaydi-ku u qidib. Sen qidib aytadi-ku, nimaga anaqa qilasanlar? Sizlar kam ishlaganing uchun kam pul olasanlar, tushundilaringmi? Deyarli ishlamaysanlar-ku, dangasalar. Qanday qilib dangasa bo'lishimiz mumkin? Sana ko'proq ishlaymiz. Ha, mayli, o'zlaring bilasanlar, lekin bilasizlar, men 1,5 stek zumrad oldim. Va sizlar kam oldinglar, bilganinglarni qilinglar, menga o'xshab ko'proq ishlasanglar, anavi bo'ladi. Men hali yana ana yerdagi ikkita polizlarni qilishim kerak, tushunyapsizlarmi? Davay, bilganlaringiz qilinglar, asabimni o'ynamanglar. Juda ham g'alati-da, qishloq qilay, mayli, bo'lmasa o'zlarim o'zimni ishimni qilaveraychi. Hop, bitta ikkita mana shunday qo'yib chiqaychi. Nima, ular o'zi kam ish qiladi-da, yana kam pul oladi. Yana o'zicha menga yana anavi qilishadi. Nimaga senga ko'p pul berishyapti? U bu qilishadi, boshimni ortib. Mayli, nima bo'lganda ham o'zlari bilishadi. Lekin ko'proq ishlash kerak, ko'proq. Tushunmadim. Nimaga bu baqirlayapti asamga o'ylab? Menga zo'r fikr keldi. Qanaqa fikr kelibdi? Sen boka, mana ortimdan yuringlar. Juda ham zo'r fikr. Ko'rsatib qo'yaman men bunga. Kapot bo'lmay ket. O'zingcha ko'p pul olyapsan-da. Davay, qishloqlar, juda ham zo'r fikr keldi. Kapotni uyini juda ham zo'r ahvolga solamiz. Nima, qanday qilib, qanaqa ahvol? Sen mana ortimdan yur, juda ham zo'r ahvol. Ko'radi qalamandan, kapotchik. Yuringlar. Xo'sh, endi mana bu eshigini almashtiramiz-da. Eshigini boki, juda ham zo'r pulli qilib qo'yamiz. Tushundinglarmi? Eshigiga kirib chiqishi, qarochi pul bo'ladi. Nima, qanday qilib bunday bo'ladi? Qo'rqma, menga barcha narsalar bor. Ularni qo'yib chiqaman. Kapot kelguncha hayron qoladi. Bizga pul to'laydi. Biz ko'proq, undan ham ko'proq pul topishimiz kerak. To'g'ri aytyapsan lekin. Mayli. Bo'lmasa sizlar, davay, menga yordam beringlar, o'tirmanglar bu yerga. Mayli. Davay, bitta ikkitalab Xo'sh, obunachilarni ko'rishingiz mumkin. Barchasini qilib bo'ldim va mana boya nima deyotgandim? Ular nima asabimga o'ynashadi, ha? Juda ham charchab ketdim. Boki mana charchayapman va men mana bu pul olyapman. Ko'ryapsizlarmi? Juda ham ko'p mehnat qilsanglar, ko'proq pul oladi-da. To'g'rimi, obunachilar? To'g'ri, biz zumradlarni olaylik-da. Endi bilasizlar, endi asamga o'ynashadi-da. Tushunmadim. Qishloqlar nima qilyapti? Qishloqlar nima qilyapsan bu yerda desam, tushunmadim. Meni uyimga nima qildinglar? Tushunmadim, ha? Nimaga uyimni bunday qilib qo'ydinglar? Sen endi bizga pul to'laysan. Nima pul to'layman, tushunmadim. Nimalar deyapsan? Meni kiritundan ko'ra asamga o'ynamasdan nima eshikda nima bunday qilib qo'ydinglar? Kapot, nima jahl qilma. Endi bizga ko'proq pul topamiz. Nima ko'proq pul? Nimaga eshik ochilmayapti? Tushunmadim. Nimaga eshik ochilmayapti? Qanday qilib kiraman uyimga? To'laysan-da, mana bu yonda, mana bu turibdi-ku. Bankomatga tiqasan pulni. Bankomat, tushunmadim. Aqling joyidami sani? Men axir nima desam bo'ladi? O'zim uyimda nimaga meni o'zimni uyim bunaqa kirishi pulli bo'lib qoldi? Hozir men sizlarga ko'rsatib qo'yaman, lekin asamga o'ynamalaring. Aytganingda pul to'la, davay kirasan, tushundingmi? Ha. Uyimni ichida men telefonim borda, hali ko'rsatib qo'yaman, lekin bor telefonim ham yo'qda, obunachilar. Yana ochlaring asamga o'ynayapsanlar, boki qanday qilib kiraman? Pulni to'la kirasan, nimaga buncha jahl qilyapsan? Sizlar nima uchun bunday qilib qo'ydinglar? Telefonim qani? Telefonim uyda edi-da, uyda qolib ketgan, adashmasam. To'la telefoningni ol. Ma olishim mumkin. Ikkita zumradmi? Albatta, davay, endi kirishing mumkin bemalol. Kapot. Hozir ko'rsatib qo'yaman masalaga.
Obunachilar buni qaranglar, juda ham asamga o'ynaydi desam, telefonim qayerda ekan? Voy. Anavi nima edi? Polizga qoldirib ketuvdim-ku. Yo. Okey, mayli. Hozir ko'rsatib qo'yaman masalaga, to'xtab turlaring-da. Obunachilar juda ham asamga o'ynashyapti. Mana shu yerlarda telefonim qolib ketgan bo'lishi mumkin edi. Nimaga mani uyimga bunday qilib qo'yishgan bilmadim. O'zim ham hayronman. Ular nima alam qilishyaptimi? Ko'proq ishlasa ko'proq pul topadi-da. Qayerga qo'ydim ha? Yo'qotib qo'ydimmikan? Ana topdim. Obunachilar endi yo'qotib qo'ydim deb o'ylayotgandim. Topdim. Endi yangi telefon olaman deb o'ylagandim. Politsiyaga telefon qilay desam, telefonimda ham zaryad yo'q hozir. Zaryadkaga qo'yib kelmasam umuman bo'lmaydi. Yaxshi. Xo'sh. Chumam, nimaga yana ochilmayapti? Nimaga ochilmayapti? Mana to'lab kirasan-da va har bitta kirib chiqish to'lov deyapsanmi? Kallang joydamisan? Ha, bir kun sallaga umuman tushunmadim. Nima qilaylik biz endi? Ochlaring sani boki asamga o'ynayapsanlar, boki qanday qilib kiraman ana endi bu yerga? Aytayapman, to'lov qilasan, kirasan. Asamga o'ynama. Tushundingmi? Ha. Kapat. Men bashshi hozir ko'rsatib qo'yaman masalaga. Men hozir telefonim zarga qo'yishim kerak. Men nima qilishim kerak? To'lov qilib kirasan, nima? Sen nima, ko'p pul olasan, biz kam pul olib o'tiramizmi? Nima deganing bu? Ko'proq ishlash kerak, hozir ko'rsatib qo'yaman masalaga. Obunachilar hozir men bularni qilig'iga yarasha javob qaytarmasam umuman bo'lmaydi obunachilar. Qachongacha bunday qilib qarab yuraman obunachilar. Merga ham umuman aytmayman obunachilar. Ularni o'zini shunaqa qilig'ini o'ziga qaytaraman. Qanday obunachilar, zo'rmi? Albatta zo'r. Hozir ko'rsatib qo'yaman men unga. Xo'sh. Zo'r fikrlar kelyapti obunachilar meni miyamga. Qani omborxonaga boraylik-chi, narsalarni olaylik-da. Yaxshi. Xo'sh, obunachilar meni ko'rishingiz mumkin. Narsalarni olganman. Ana endi ko'rsatib qo'yaman men unga. Qanday qilib ko'rsatib qo'yaman deydigan bo'lsa. Qarab turinglar. Xo'sh. Parapapam. Xo'sh, to'lov qilib o'tiribsizlarmi? Yana to'lovni kutib o'tiribsizlarmi, ha? Albatta, to'lov kutib o'tiribmiz. To'lovni qaykir. Mayli. Bilasizlarmi nima? Men boru endi men bu uyingga uxlayman. Nimaga kiryapsan chubadim, ha? Chubadim. Nimaga kiryapsan meni uyimga? Men mana bu kravatingni ko'rmoqchi edim. Kravating juda ham zo'r ekan. Bilasanmi nima? Ana endi bu yerga uxlamaysan. Nima ekanli joydami? Nimaga bunday qilib qo'yding? Bedrockni qanday qilib buzaman? Qanday qilib uxlayman ana endi? Nima tezroq buzib qaytarguncha. Bu bedrockni buzolmaysan-da. Qanday qilib ana endi kiraman? Qanday uxlayman ana endi bu yerga? Bitta ilojisi bor, u ham mana bu kirka, bedrock kirkasi. Uni juda ham bedrockni buza oladi u. Davay qaramaga berchi. Davay tezroq ber. Men olaman. Nimaga mendan olmoqchi bo'lyapsan? Uning uchun to'lov qilishing kerak, tushunyapsanmi? Nima? Yana qanaqa to'lov? Buni qara, juda ham zo'r kirkaligini. Teginman, bu meni kirkam. Davay menga ber. Qanaqa to'lov qanday hech bo'lakan mayli. Bilasanmi nima? Adashmasam voy mana bu sandiqni ham endi ocha olmaysan. Qanday qilib olaman endi suratlarimni? Kallaychadan sana olishim mumkin 30 ta surat. Ana olishim mumkin ana endi. Obunachilar men qaranglar, juda ham zo'r 30 ta suratni olib bo'ldik. Ajoyib. Ana endi ko'rasan, endi kirib chiqishing juda ham qimmat bo'ladi. 30 tadan surat berib kirib chiqasan endi uyingga. Tushundingmi? 30 tadan zumrad berib kirib chiqamanmi? Voy, endi nima qilaman? Mayli, qishloqqa undan ko'ra senga shunaqa qilamiz. Mana shunday qilaman-da, mana bunday qilaman. Ana endi chotki bo'ldi. Qanday, zo'rmi? Yoqdimi senga? Kallay joydam seni nima qilib qo'yding seni bu uydan chiqaray. Uyga nima qamab qo'yding seni? Bilasizlar-ku, endi bu kirib chiqishlaringiz endi sizlarga bir stakdan zumrad bo'ladi. Bir stakdan zumrad, kabot kallay joydam seni unaqa qilma. O'zinglar ana ishlaringizni o'zinglarga qaytaryapman. Voy, mana bu derazani sindirib yubordim. Derazani sindirib chiqishinglar mumkin lekin. Kallay joydam kabot bo'ldi. Qaytarmaydi boshqa. Nima bizlarni chiqarib yubor. Haqiqatdan chiqarib yubor, Asabga o'ynama. Voy, uzr, lekin chiqarib yubora olmayman. O'zinglar chiqib olinglar kerak bo'lsa. Kapot ko'rsatib qo'yamiz bizga hali senga. Xo'p, mayli bilganlaringni qil. Obunachilar, bularni endi nima to'lov qilib kiraman deysizlarmi? Yo'q, to'lov qilib kirmayman. Mana bu yerdan shuni eshigi ochib olaman-da, o'zim mazza qilib, nima desam bo'ladi, kirib chiqaveraman. Bilganini qilishsin ular. Bizlarni chiqarib yubor, qanday qilib chiqamiz? Ana ko'rishingiz mumkin, obunachilar juda ham xafa bo'lishyapti. Nima ham derdim, mana ularni o'zini ishini o'ziga ko'rsatdim-da, to'g'rimi? Ana endi mana to'lov qilib qanday qilib kiraman? Voy, to'lovim yo'q, pulim ham yo'q. Va endi nima qilaman? Eshik ochib olsan-ku, kapot kechir, bilganlaringni qil.
Nima ham derdim, obunachilar mana ko'rishingiz mumkin. Video roligimiz sizlarga yoqdimi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Mayli obunachilar, bugun sizlar bilan men yana kompot bo'ldim. Xayr, sog' salomat bo'linglar obunachilar. Xayr.